insonlarning ichida qanaqa insonligingizni, kimligingizni ularga isbotlashga harakat qilmang. Sizni vaqtingiz ham o'tib ketadi, umringiz ham o'tib ketadi. Bu insonlar baribir ishonmaydi. Siz o'zingiz uchun to'g'rimisiz? Alloh uchun to'g'ri insonmisiz? Shuni o'zi aytadi. Eng muhimi shu. Siz qancha yaxshi inson bo'lishga harakat qilmang, qancha yaxshi inson bo'lmang, inson gunohkor banda. Hamma ham xato qiladi. Mukammal inson emasmiz. Siz o'rtada shuncha yaxshilik qilib bitta xato qiling, insonlar sizni o'shancha qilgan yaxshiligingizni tezda unutishadi. Sizni o'sha yomon qilgan xatoyingiz bilan eslashadi. Insonlarga hech nimani tushuntirishga harakat qilmang. Allohning nazarida eng yaxshi inson bo'ling, shuni o'zi aytadi.